44-savol hammani boshini qotirib kelayotgan savol. Shaxsan o'zim ham imtihonga kirganda 44-savolda har doim juda ehtiyot bo'laman. Birinchidan savolda o'ziga ehtiyot bo'laman. Ikkinchidan mana bu javoblarga belgilashga e'tibor beraman. Bu hazil narsa emas. Chunki ko'pchilik bu yerda xato qilib qo'ygandan keyin men agar to'g'ri ishlaydigan bo'lsa, bu mening nima bo'ladi? Yutug'im menga katta ball beradi. O'sha doimiy imtihonga kirib chiqamiz, biz doimiy imtihonda faolmiz. Buning sabablaridan biri sizlarga oddiy qilib aytadigan bo'lsam, hozirgi kungacha 8-marta imtihonga qatnashdim. Milliy sertifikat imtihonlarida. Jami 8 ta sertifikatimiz bor. O'sha 100 ballik, 100% sistemada ham bor. Rash modulda AA+ degan sertifikatlarimiz ham bor. Xullas, hamma sertifikatlarimizni nima uchun doimiy qatnashamiz? Sertifikat yangilash maqsadida emas. O'qitayotgan o'quvchilarimizga imtihonda tushayotgan savollarning to'liq formatini, aniq formatini, o'zimiz ketayotgan yo'lni, manzilni xaritasini aniq ko'rsatish uchun imtihonlarda doim qatnashib boramiz. Bu biz uchun ham, siz uchun ham katta foyda hisoblanadi. 44-savolga yaqinroq kelamiz. Quyidagi qit'a mazmunini tahlil qiling va savollarga javob yozing. Qit'ani hech qachon bitta misrani yoki ma'lum bir qismini tahlil qilib, unga aniq javob berib bo'lmaydi. Qit'ani to'liq tahlil qilish orqali yakuniy xulosa yasasak, bu qit'a tahlili to'g'ri chiqadi. Mana bu kuydirmak so'zi mana bu misraning oxirida bo'lishi kerak, o'zi aslida mana shu yerda bo'lishi kerak. Slaydda biroz pastga tushib qolibdi. Xo'p, issiq nafas bila hinduga tarbiyat qilsang. Bu bitta sodda gap. Qit'ani qarang, sodda gapga ajratib olamiz. Tarbiyat qilsang kesim, hinduga kimga to'ldiruvchi, nima bilan? Issiq nafas bilan to'ldiruvchi. Chizay buni ham. Xo'sh. Tarbiyat qilsang kesim, kimga? Hinduga to'ldiruvchi, nima bilan? Nafas bilan. Bu ham to'ldiruvchi. Qanday nafas? Issiq nafas. Va azizlar, mana bu so'zga e'tibor berasizlar. Issiq nafas degan so'zga. Bu nima degani? Xo'p, issiq bu issiq, haqiqatan issiq. Nafas degani bu havo. Mana desak, issiq chiqadi mana. Bu bilan vositasi ko'makchi. Hindu, demak Hindu bu yerda qaysi ma'noda kelyapti? O'sha o'tmishda endi bu yerda o'sha millatchilik ma'nosida ketmagan u. Demak, Navoiy hazratlarining qit'asi hisoblanadi. O'sha davrda hindular ko'proq qullar hisoblangan. Ya'ni qul toifasidagi kishilar, ya'ni xizmatkor toifasidagi, qo'pol madaniyatdan biroz orqaroqda bo'lgan qavm deb qaralgan. Bu demak o'sha nima qit'ada aks etgan bu narsa. Tarbiyat qilsang degan demak unga tarbiya berishga harakat qilsang. Ya'ni o'sha qaysidir ma'noda hinduga sen issiq nafas bilan tarbiya bersang. Endi savol, issiq nafas bu sening og'zingdan chiqayotgan issiqlikmi? Yo'q. Bu qo'pol so'z bilan. Tasavvur qiling. Qo'pollik. Issiq nafas qo'pollik. Demak, qo'pollik bilan hinduga, ya'ni o'sha gapga tushunmaydigan, senga o'zingga tobe bo'lgan kishiga sen tarbiya berishga urinsang, harakat qilsang, endi qarang. Bu bitta ergash gap bo'ldi. Ma'nosi tushunarli. Hisoli haryon olur jahl tavsanin surmak. Jahl tushunarli, biz uchun aniq. Haryon olur kesim gapning. Ya'ni har yonga qarab yuguradi. Kesim. Kim? U egasi yashirin gap. Nimani suradi? Jahl tavsanini. Endi mana bu tavsan nima desak, tavsan bu mana bu narsaki, bu ot degani. Ya'ni hinduga sen qo'pollik bilan tarbiya berishga harakat qilsang, ya'ni unga dashnom bersang, uni urishsang, unga qattiq qo'llik qilsang, u har tomonga jahl tulporini minib yuguradi. Senga yaxshi muomala qilmaydi u ham. O'sha senga hattoki sendan past kishi bo'lsa ham, senga tobe kishi bo'lsa ham, senga qarab jahl otini yugurtiradi. Majosan shunday. Tushunarli? Tavsan degani nima ekan? Tulpor ot ekan. Endi o'sha ko'chma ma'noda kelyapti, ramziy ma'noda. Endi isbotga kelgan qarang. Ko'mirni o'tga solib. Bu tushunarli. Haqiqatan ko'mir, tosh ko'mir, mana bu yil qishi bilan yoqib chiqdingiz, o'sha tosh ko'mirni olovga solib, lali otashin etsang. Lali otashin degani mana bu lali otashin. Bu o'sha qip-qizil
qimmatbaho lal toshi. Biza qadimda ko'mirni, qadimda emas, hozir ham ko'mirni olovga solsangiz qip-qizil cho'g' bo'ladi. Bu xuddiki lal otashinga o'xshab qoladi-da. Demak, ko'mirni o'tga solib, olovda yondirib, qip-qizil lalday kuydirsang, natija nima bo'ladi qarang. Natija bo'lg'ay anga qayda tushsa kuydirmak. Haqiqatan ko'mir qip-qizil cho'g' bo'lgandan keyin mana bu yerga oyoq ostiga tushsa, gilamga yoki yerga tushsa, o'sha yer nima bo'ladi? Qop-qora bo'lib, o'yilib, kuyib qoladi. Endi o'ylab ko'ring. Butun qit'a ma'nosi mana shunaqa ketdi. Ko'mir nima bu yerda? Ko'mir, azizlar, yuqoridagi bu issiq nafas, ya'ni qo'pollik. Sizning o'zingizga tobe bo'lgan hinduga qilayotgan qo'polligingiz bu yerda ko'mirga o'xshatilyapti. Endi mana shunaqa bir isbot tarzi ketyapti. Bu tashbih bo'ladi. Endi savolga qarang. Qit'ada qanday g'oya ilgari surilgan? Qaytaramiz. Sen hinduga, ya'ni sendan quyi tabaqa kishiga qo'pollik bilan tarbiya berishga harakat qilsang, u ham sen tomon jahl tulporini suradi har tomonga qarab, sen tomonga qarab. Bu xuddiki deyapti. Mana bu xuddiki degan so'z yo'q-ku. Men o'zimdan qo'shib olyapman, mazmunan qo'yish mumkin. Chunki men aniqroq tushunishim kerak va siz ham. Bu xuddiki ko'mirni o'tga solib, qizdirib va cho'g' qilib, lal otashni, ya'ni qip-qizil cho'g'ga aylantirib, natijada yerga tashlasak, o'sha yerni kuydiradi. Xuddi o'shanday deyapti. Demak, bu yerdagi ko'mir bu sizning qo'pol nimangiz edi? Yo'q. Kechirasiz, sal xato ketdi. Ko'mir hinduga o'xshatilgan ekan. Mana bu hinduga o'xshatilgan. Lal otashin esa bu issiq nafasga o'xshatilgan. Mana shunaqa. Endi qarang. Ikkita o'xshatish bor, tashbih bor. Lekin badiiy san'at so'ramayapti. Qit'ada qanday g'oya ilgari surilgan? Endi juda ham ko'pchilik mana shu yerni xato qilamiz. G'oya deyapti, qarang. G'oya degan masalaga qarashimiz kerak. G'oya asarda, badiiy asarda agar u hajman kichik qit'a bo'ladigan bo'lsa, bitta asosiy g'oya ilgari suriladi. G'azalda, qit'ada, ruboiyda, to'rtlikda, fardda bitta g'oya ilgari suriladi. G'oyani bir so'z bilan aytishimiz kerak. Milliy sertifikat imtihonlarida deylik, bir-biriga sinonim so'zlarni qo'llab ketsangiz, har biri to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin asosiy ma'no nima bu yerda qarang. Ma'no shuki, xush muomalalik. Tushunyapsizmi? Mana xush muomalalik. Bu yerda sen agar qo'pol muomala bilan unga murojaat qilsang, u ham senga qo'pollik qiladi, jahl qiladi. Demak, ana undagi asosiy ko'zlangan g'oya hech kimga qo'pollik qilmaslik desangiz ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Endi undan ham ko'ra asosiy g'oya xush muomalalik desak, ajoyib javob bo'ladi. Demak, bosh harflar bilan alohida qilib, xushmuomalalik va hokazo. Mana ketdi, qarang. Xushmuomalalik. Asosiy masala mana shunda. Asosiy g'oya mana shu. Kimdir qo'pollik qilmaslik deydi, kimdir yumshoq gapirish deydi, yana kimdir nimadir deydi. Endi bular ham qaysidir ma'noda to'g'ri bo'ladi. Milliy sertifikat savollarida yopiq savollar qaysidir sinonimlar bilan ham tekshirilib ketishi mumkin. Lekin xushmuomalalik asosiy g'oya edi bu yerda. Xo'p, qarang. Qit'ada aytilgan fikrni to'laqonli ochish maqsadida e'tibor bering. To'laqonli ochish maqsadida qaysi she'riy san'at turidan foydalanilgan? To'laqonli ochish. To'g'ri, bu yerda mana u ko'mirni hinduga, rangi qora bo'lgani uchun, issiq nafasni, qo'pollikni bu yerda lal otashinga, o'xshatib olyapmiz. Lekin bu yerda o'xshatish tashbih asosiy vosita emas. Mana u ko'mir haqiqatan qip-qizil cho'g' bo'lgandan keyin yerga tushib kuydiradi. Kuydirishiga isbot tariqasida keltirib o'tilayotgan nima bor? Bu nima ekan? Isbot. Isbot yoki misol o'sha. Demak, bu nima bo'ladi? Isbot yoki misol keltirilgan bo'lsa, hayotiy bo'lsa va u nima ekan? Tamsil ekan. Mana shunaqa bosh harflar bilan ajoyib qilib yozib qo'yasizlar. Xo'p, dastlabki qit'amiz tushunarli bo'ldimi? Dastlabki qit'a mana shu qit'ani g'oyasini topishga, to'laqonli ochishga harakat qilingan badiiy san'atni, umuman mazmunni, o'zi aslida mazmunni siz to'g'ri sharhlangda qit'ada. Mana unaqa A, B savollar hech qanaqa muammo emas. Bu yo'l-yo'lakay hal bo'lib ketadigan savollar. Siz mazmunga birinchi o'rinda tushunishga harakat qiling. Qit'ani o'sha bundan ham soddalashtirib tushunish uchun qofiyasi va hokazo hamma tomoniga sekin-sekin to'xtalib o'taveramiz. Shu qit'aga tushunganlar Mohigul Qorja va Qashqadaryo. Zo'r. Yaxshi.
Tamsil Gulsara Rahmatova. Rahmat zo'r. Elyor Sobirqulov. Juda zo'r, rahmat. Demak, badiiy san'atlari ma'nosi, g'oyasi asosan tushunarli. Ozoda Akmanova ajoyib, zo'r. Qoyil. Ozod Turdinazarov, rahmat. Rahmat, faollar bor. Ketdi-ga bo'lmasa. Tumaris Erkenova. Yaxshi. Yaxshi, keyingi qit'aga o'tamiz. Ikkinchi qit'aga o'tyapmiz, qaranglar. Quyidagi parcha mazmunni tahlil qiling va savollarga javob yozing debdi. Gar desam bog'i visoling. Bu yerda qarang. Qit'a demayapti, qaranglar. Ba'zan faqat 44-savolda qit'a kelmaydi. Fard kelishi mumkin, ruboiy kelishi mumkin, tuyuq kelishi mumkin, to'rtlik kelishi mumkin, murabba kelishi mumkin, istalgan bir she'riy parcha kelishi mumkin. Masnaviydan 2 qator yoki 3 qator berib ketishi mumkin. Demak, biron bir parcha keladi. Yuqorida buni oldingizda mana bunda qit'a keladi haqiqatda, mana bu yerda qit'a deb ketgan edi. Lekin ba'zan qit'a kelmaydi. Aynan 44-savollarda ba'zilarga o'sha aruz ilmiga doir savollar ham kelib qolishi mumkin. Aruzga doir. Aruzga doir ham alohida darslarimiz bor. E'tibor beringlar. Xo'p, bu qit'amiz demayapti, bu yerda parchamizda deyapti. Ushbu parcha mazmunini tahlil qiling va savollarga javob yozing. Demak, avval savollarni o'qiymiz. Yuqoridagi she'riy parchaning janrini aniqlang. Demak, bu yerda janr so'ralyaptimi? Janr topish uchun siz qofiya tizimini yaxshi bilishingiz kerak. Qofiya tizimida demak, gar desam bog'i visoling nori bor. Mana bu nori birinchi qofiyadosh so'z. Olma deb achchiqlanib aytur nori bor. Nor ikkinchi so'z. Xo'p. Ishq ahli ko'z yoshimdan suv ichib, ishq nahli ko'z yoshimdan suv ichib. Bargu borini sharorliq nori bor. Demak, 3 ta nor so'zi bir-biriga qofiyadosh bo'lib kelyapti. Qarang. A, B hamda A tizimda qofiyalangan. A, B, A. O'rtada 3-misra qofiyalanmagan. Endi o'sha nor so'zlari bir-biriga bir xil bo'lib kelsa ham siz o'ylaysiz radif deb. Yo'q, bu yerda radif emas. Ular nor so'zlari turli xil ma'nolarda kelyapti. Ular omonim so'zlar. Bir-biriga turli ma'noda kelib, omonimlashib kelgan so'zlar qofiya o'rnida o'tadi. Eslab qo'ying. Radif bo'lmaydi omonim so'zlar, qofiya o'rnida o'tyapti. Demak, nor, nori so'zlari qofiyada. Endi va ulardan keyin kelayotgan mana bu bor so'zlari bor-ku, bular radif ekan. Radif. Chunki bor degan so'z bu yerda uchalasida ham mavjud ma'nosida kelyapti. Endi qarang. Xo'p, A B A tarzida qofiyalansa, ikkita janr bo'ladi. Yo tuyuq bo'ladi. Yo 3 ta janr bo'ladi, kechirasiz. Yo tuyuq bo'ladi, yo ruboiy bo'ladi, yoki 4